Damas avtomobillarda yoz kelishi bilan suvdachi ko'tarilib, galovka proklatga kuyish ko'payib ketadi-yu. Shuni sizlardan saqlab qolishni bitta yo'lini ko'rsataman akalarim. Damas avtomobillar ko'pchilik mana qishdan chiqqandan keyin borib, mana shu ko'kka o'tkazib qo'yadi-yu, pechkanikini. Shuni qizilga o'tkazib qo'yasizlar. Qizilga o'tkazib qo'yguncha ko'pchilik aytadi, oyoqqa issiqho berib qoladi deyshadi-yu. Shunda mana tepada yukilatadi, yo yuzga oyoq qilib qo'ysalar, buni klapini o'zgaradi, oyoqqa issiqho haydamaydi va Honda sistemada antifriz aylanadi akalarim. Bordi, agar bundan beriroq bo'lsa, bitta polejinasini o'zgartirasizlar akalar. Shunda sizlar avtomobillaringda yuzlaringga yoki oyoqlaringga issiqho haydamaydi. Agar shunday haydagan bo'lsa, buni bitta klapini ko'rsatib qo'yasizlar akalarim. Shunda sizning motoringizni suvdachi ko'tarilib ketmaydi va motoringizni umrini uzoqroq qiladi. Ayniqsa galovka proklatkalar akalarim. Mana shu videomizni Damas Buyumga jo'natib qo'ying va kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, kuniga sizlarga foydali ma'lumot berishni davom etaman.